Assalomu alaykum kitobsevar jajji bolajonlar. Bugun men sizlarga Arslon po'sti kiygan eshak nomli ertakni o'qib eshittiraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kichkina qishloqda yashovchi bir eshak bor ekan. Eshakvoy necha kundan buyon yuk tashishdan juda charchabdi. Shu sababli egasi bir kun sayr qilib kelishga ruxsat beribdi. Eshak o'rmonga sayr qilgani chiqibdi. Bir daraxtning tagida arslonga o'xshash narsa ko'rinibdi. Qo'rqqanidan o'takasi yorilayozibdi. Ammo berkinadigan joy topa olmabdi. Bir ozdan so'ng qo'rquvi o'tib ketibdi. Sekingina arslon turgan daraxtning oldiga boribdi. Borsa, nima ko'ribdi deng? Arslon emas, uning po'sti ekan. Bir ovchi arslonning po'stini qurishi uchun daraxtga ilib qo'ygan ekan. Eshak haqiqiysini ko'rganda qo'rqadigan arslonning po'sti bilan o'ynay boshlabdi. Hozir men bu po'stni kiyib hammaning oldida yursam, rosa qo'rqitsam kerak-a, debdi. Arslonni po'stini kiyibdi. Kiygach o'zini arslonlardek faraz qila boshlabdi. Arslonga o'xshab yurib ko'ribdi. Shu payt o'sha yerdan kichkina bir bolakay o'tib qolibdi. Bizning arslon po'sti kiygan eshakni ko'ribdi. Ammo uni haqiqiy arslon deb o'ylab qo'rqib ketibdi va qishloqqa qarab yugura boshlabdi. Bu esa eshakka juda yoqib tushibdi. Oho! Hamma mendan qo'rqyapti. Qani men hozir qishloqdagi barchani qo'rqita olarkanmanmi? Debdi o'ziga o'zi. Shularni o'ylab qishloq tomon yura boshlabdi. Eshak arslonlar kabi qishloqqa kirib kelibdi. Uni ko'rgan hamma qo'rqib qocha boshlabdi. Onalar bolalarini quchoqlariga olib qochishibdi. Insonlar qochar ekan bozordagi rastalarni ag'natar, olma, uzum, sabzavotlar har yoqqa sochilib ketardi. Bundan xursand bo'layotgan yagona jonzot eshak edi. Ustidagi arslon po'sti bilan umuman boshqa qiyofaga kirib qolgan eshak qishloqdan chiqishdagi tegirmon oldiga boribdi. Qishloqdagilar qo'rquv bilan arslonni kuzata borishardi. Tegirmonchining undan qo'rqib qochmaganini ko'rib sarosimaga tushibdi. Bechora tegirmonchi, arslon hozir uni yeb qo'yadi, deyishardi. Tegirmonchi esa arslondan umuman qo'rqmabdi. Juda e'tiborli bo'lganligi tufayli eshakni ko'rar ko'rmas tanibdi. Tashqi ko'rinishga aldanmang. Mana bu uzun quloqlar, uzun dum, axir bu bizning eshakdan boshqasi emas-ku, debdi tegirmonchi. So'ng eshakning ustidagi po'stini yulib olibdi. Shunda uning hiylasi ayon bo'lib qolibdi. Qishloqliklar eshak bizni aldadi, deyishibdi. Tegirmonchi eshakni bir daraxtga bog'labdi. Bolalar kelib arslon po'sti kiygan eshakni tomosha qilib ketishibdi. O'zini boshqa birovdek ko'rsatishning oqibati shu debdi. Va hamma eshakchani ustidan mazax qilib kula boshlabdi. Aziz bolajonlar, ushbu ertakdan albatta o'zingizga kerakli xulosalarni chiqarib oling.